Alla. Muallif Nargiza Usanbayeva. 25 qism. Nahot bu oila bir ayolning xursandchiligi uchun qurilayotgan bo'lsa, unda uzoqqa boradimi? Men o'zimning nega rozi bo'lganim sababini aytdim. Tushuntirdi O'g'iljon. Undan keyin biz Jamshid akam bilan uchrashdik. Bir-birimizni yoqtirib qoldik. Hatto Jamshid akam menga uzuk sovg'a qilib, qo'limni so'radilar. Mana o'sha uzuk. O'g'iljon barmoqlarini yozib, uzukni ko'rsatdi. Munira Safayeva sizga hech narsa demadimi? Dedi. Beparvo gapirdi O'g'iljon. Mahallangga borib sharmandangni chiqaraman dedi. Lekin mahallamdagilar meni ham, Jamshid akani ham taniydi. Vaziyatimizni biladi. Qanaqasiga sharmanda bo'lay? Shu tarzda qiz Asadning hamma savollariga javob berdi. U studiyadan chiqayotganda vaqt shomga yaqinlashib qolganda. Jamshid akamga shaharda ekanligimni aytsammikin, balki tungi Toshkentni ko'rsatar menga. Xushnida endi o'rnidan turmoqchi edi, eshik yana ochildi. Assalomu alaykum. Sitoraning so'lg'in chehrasi ko'rindi. Keling Sitora, siz oxirgi bemorimsiz. Ha, dedi Sitora. O'zi erta chiqsammi deb turgandim. Yo'lning narigi tomonida ijara uyda turamiz-ku. Bugun keldim. Tinchlikmi? Hayron bo'ldi Xushnida. Haligi o'g'il qizligini aniqlamadingizmi? Sitora xotirjam gapirishga urinib dedi Xushnida. Bu birdan bo'ladigan ish emas. Sizdan kecha tuxum hujayra olib urug'lantirdik. Ular hali 3-4 kun o'sishi kerak. Ulardan kun o'tgan sari hujayralar ko'payadi. 5-6 kunlik bo'lganida biz o'sha hujayralardan olib PGT test o'tkazamiz. Hozir tekshirsa nima bo'ladi? Hozir embrionlarda hujayra kam. Zararlab qo'yamiz, iltimos. Sitora, yana 4-5 kun sabr qiling. Yo eringiz janjal qilyaptimi? Sitora Xushnidaga qarab yig'lab yubordi. Xushnida Sitoraning ahvolidan qo'rqib ketdi. Tinchlikmi Sitora? Nega yig'layapsiz? Erim sizga ham ishonmayapti. Kecha bir qiz bilan gaplashayotgan ekan. Kim u desam, gapira olmay qoldi Sitora. Sening o'g'il tug'ishing ham cho'zilib ketdi. Men tayyorgarlik ko'rib qo'yaveray deydi. U o'ziga xotin topib qo'ygan. Xushnidaning tili aylanmay qoldi. Abror ishlarini bajarib, Damir akaning hovlisiga qaytganidan hamma narsa deyarli tayyor bo'lgandi. Mehmonlar uchun stol, mini sahna, musiqa asboblari, hatto sozandalar ham kelib o'tirardi. Abror sekin Azima o'tirgan xonaga mo'raladi. Azima tayyor bo'lgan, xuddi malikalardek go'zal va maftunkor edi. Abror keldingmi? Dedi uning ortidan Damir aka. Ha, keldim. Hovli to'riga qarab baqirdi Abror. Azima Malikni olib chiq. Kuylab tomog'ini qizdirib tursin. Xo'p, dedi Abror va Azimaga dedi. Azima, sahnadan joy ol. Repetitsiya. Xo'p, dedi Azima ko'zgudagi aksiga qarab mahliyo bo'larkan. Uni barcha xavotir va qo'rquvlar tark etgan, bugun bu xonadonda faqat mini konsert bo'lishiga ishonch hosil qilib bo'lganda. U xonadan chiqquncha Abror Damir akaning yoniga yetib bordi. Go'zalimning chiqishini qara, dedi Abrorga pichirlab. Damir aka ehtiroslarini jilovlay olmay, juda go'zal. Hozir kuylasa to'kilib qolaman. U kuylab faqat tomog'ini emas, mening butun tanamni ham qizdiradi. Abrorning g'ash keldi. Beixtiyor Damir akadan uzoqlashib, Azima tomon yurdi. Oyim sizga rahmat aytdilar, dedi sevinchi ichiga sig'may Azima. Mukofot puli tushibdi. Salomat bo'lsin. Azima, haligi bitta sinfdoshing bor edi-ku, o'sha qayerda? Dedi Abror o'ziga tasalli qidirib. Bilmadim, men u bilan umuman gaplashmayapman. Qo'rqib ketib dedi Azima. Gaplashmayman, xavotir olmang. Abror chuqur xo'rsinarkan, qizni yeb qo'ygudek tikilib turgan Damir akaga bir qarab oldi. Abror ikki o't orasida yonardi. Avval ham shunday holga tushgan. Rosa vijdon azobida qiynalgandi. Lekin oldingi san'atkor qiz Azima kabi sodda, beg'ubor va g'or emasdi. Vaqt o'tgach Abror uning Damir aka bilan munosabatlaridan xursandligini sezgandi. O'shanda bekor siqilib yurgandan o'zini ko'ygandi.
Lekin Azima yana uning sof, yuragiga sig'mas, yonida bo'lsa butun olamni unutadigan muhabbati bor. Bunga Abror necha bora guvoh bo'ldi. O'sha Sardorning tinimsiz qilgan qo'ng'iroqlarini, Azimaning uning yonida hamma narsani unutib qo'yishini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Abrorning o'ychan tikilib turganini ko'rib, Azima tashvishlanib qoldi. Abror aka, men rostdan ham telefonimni hech kimga bermadim. Faqat oyim biladilar. Xo'p, dedi Abror parishon holda. Keyin Azimaning ko'zlariga biroz tikilib turdi-da, dedi: Azima, sen ertalab qishloqqa qaytib ketmoqchi eding. Istasang ketishing mumkin. Azima Abrorga hayron bo'lib qaradi, keyin jilmaydi. Yo'q, u paytda men klipning muvaffaqiyat qozonganini bilganim yo'q edi. Qo'rqqanimdan ketaman degandim. Men aytib qo'yapman. Agar chindan ketging kelsa, seni hech kim ushlab qola olmaydi. Abror aka, meni sinab ko'ryapsizmi? Kuldi Azima. Meni konsertni tashlab keta olmayman-ku. Axir shuncha tayyorgarlik bo'lyapti. Abror uning bolalarnikidek beg'ubor qalbini, samimiy so'zlarini dildan his qilib battar ezildi. Hatto gaplari ham sodda va chin yurakdan chiqqandi. Ozgina pardoz va qimmatbaho libos esa qizni shunchalar ochib yuborgandiki, go'zalligi har qanday erkakni aqlidan ayirardi. Abror Azimaga hech narsa demadi. Indamay darvoza tomon yurarkan, 2 qadam tashlab yana qaytdi. Xushnida Sitoraning gaplaridan o'zini bir zum yo'qotib qo'ydi. Keyin o'zini qo'lga olib dedi: Sitora, ertaga eringizni mening oldimga olib keling. Eringiz bilan bir gaplashay. Kelarmikinlar? Qo'rqibgina qaradi Sitora. Kecha urug'lantirishga keldilar-ku. Doktor yana ikkimizni chaqirdi deng. Men ham narx-navoni tushuntiraman, ham gaplashib olaman. Xo'p, dedi Sitora. Undan keyin Sitora, siz ham qo'rqib, o'zingizni qiynab, asabiylashavermang. 5 ta qizingiz bormidi, 6 tamidi? Siz ularga keraksiz. Ular hali go'dak. Tushunaman. Er bermoq, jon bermoq. Agar eringizning aslida ko'nglida boshqasiga uylanish bo'lsa, baribir uylanadi. Sitoraning yuzida qo'rquv aks etdi. Ko'zlariga yosh to'ldi. Xushnida esa unga qarab jilmaydi. Eringizni juda yaxshi ko'rar ekansiz-a? Sitora qizarib ketdi. Eringizni yaxshi ko'rishingiz yaxshi, lekin atrofga bir qarang. Eringizdan boshqa insonlar ham bor. Qizlaringiz, onangiz, jigarlaringiz va eng asosiysi o'zingiz. Bu olamda o'zingiz ham borsiz. O'zingizni ham ozgina seving. Siz eringiz uchun joningizni azobga qo'yib, tanangizga ortiqcha garmonlarni qabul qilib, o'zingizni sevdirish uchun o'g'il tug'ib berishga tayyorlanyapsiz. Eringiz esa boshqasi bilan band. Demak, eringiz sizning joningizni fido qilishingizni biladi. Sal qadringizni biling. Unda o'sha qizga ketib qoladi-da. Soddalarcha dedi Sitora. Hozir poypatak bo'lyapsiz. Ketmayaptimi, gaplashyapti deyapsiz-ku. Siz qiz tuqqaningiz uchun o'zingizni aybdor his qilgansiz. Buni eringiz biladi. Sizni yanada aybdor qilib, o'z yog'ingizga o'zingizni qovurib, o'zi ko'ngilxushlik qilmoqchi. Siz ham o'zingizni seving. Hamma ham eriga 5-6 ta qiz tug'ib bermaydi. Bu bilan faxrlaning. Axir shuncha qizingiz bor. Bu ham baxt. Shu baxtni ham his qiling. Bu uchun kerilib yuring. Bugun mening aytganimni qilib, o'zingizga oro bering va beparvo tuting, xo'p? Sitora xo'p degandek bosh irg'adi. Esingizdan chiqmasin. Aytganimni qiling. Natijasini ertaga aytasiz. Shunchaki qiziqish uchun ham qilib ko'ring, xo'p? Xo'p. Bo'pti, bo'lmasa ertaga gaplashamiz. Ikkisi ham o'rnidan turdi. Jamshid O'g'iljon aytgan manzilga yetib kelganida qiz telefonda gaplashayotgandi. Oyi, hamma gapimni o'ylab gapirdim. Namuncha qo'rqasiz? Dedi u onasiga. Keyin Jamshidni ko'rib xayrlashdi. Bo'pti oyi, Jamshid akam keldilar. Men kechroq borsam kerak. Assalomu alaykum. O'g'iljon ro'parasiga kelib to'xtagan Jamshidga qo'l cho'zdi. Va alaykum assalom, dedi Jamshid jilmayib. Oyi, bo'pti, dedi O'g'iljon. Taksida borsam kerak. Men ham qishloqqa ketaman-ku, o'zim tashlab qo'yaman, dedi Jamshid gap nimada ekanligini anglab. Oyi, Jamshid aka uyga tashlab o'tarkan. O'g'iljon aloqani uzib, Jamshidga qarab jilmaydi. Nega kech bo'lganda shaharga keldingiz? So'radi Jamshid hayron bo'lib. Haligi Asad degan mashhur bloger bor-ku,
o'sha intervyu olishga chaqirgandi. O'g'iljonning gapidan Jamshidning yuzi tundlashdi. Berdingizmi? Ha-da, shuning uchun keldim. Mendan bir og'iz so'ramabsiz-da. Jahli chiqdi Jamshidning. Avvaliga O'g'iljon qo'rqib ketdi. Keyin birdan ayyorlik yo'liga o'tib, Jamshidni qo'ltiqlab olarkan erkalanib dedi: "Jamshid aka, jahlingiz chiqdimi? Axir 2 kundan keyin to'yimiz. Hammaning diqqat markazidamiz. Rad etsam ham nimadir deb gapirib chiqardi. Har xil gaplarning oldini oldim. Ayniqsa ikkimiz bir-birimizni yoqtirib qolganimizni yashirib o'tirmadim." Jamshid o'sha O'g'iljonga qaradi. Kulgusi qistadi. O'g'iljon esa atay unga ko'z qisib dedi: "Yo, bu yolg'onmi?" Jamshid kulgancha qizning yelkasidan qo'lini oshirdi. O'g'iloy esa shartta qo'ldagi telefonni ko'tardi. "Azima", dedi u qizga qarab. "Labbay, menga sinfdoshingning telefonini ber." Azimaning yuziga xavotir soya soldi, lekin nima uchun deb so'ray olmadi. To'g'risini aytdi qo'ydi. "Raqamini yoddan bilmayman. Sim kartamni olganingizda raqami o'chgan." "Ha, mayli, xo'rsinda Abror. Telefoningni berchi." Azima unga telefonini tutqazdi. Abror uning telefonini olib chiqib ketdi. Darvozadan tashqariga chiqqach, Azimaning telefondan telegramiga kirib, Sardorning raqamini ko'rdi. Telefoniga yozib olarkan, raqamini berkitdi-da, shartta yigitga qo'ng'iroq qildi. "Alo", nargi tomondan Sardorning ovozi keldi. "Sardormisiz? Assalomu alaykum, ha. Haligi Azima bir joyda konsertga tayyorlanyapti. Istasangiz kelib olib ketishingiz mumkin. To'g'rig'i olib keting, qishlog'iga, onasining yoniga." "Siz kimsiz?" "Kimligimning ahamiyati yo'q. Azimaga nima qildi?" "Hech narsa qilgani yo'q", kalovlandi Abror. "Siz san'atkor bo'lishni istamaysiz-ku, to'g'rimi? Kimsiz? Nega meni ahmoq qilyapsiz?" Sardorning jahli chiqqani sezildi. Abror beixtiyor qo'ng'iroqni o'chirdi. Azimaning telefonidan ham telegramni, Sardorning raqamini hammasini o'chirdi. Chuqur o'q tortarkan to'ng'illab qo'ydi. "Nimalar qilyapman? Jinni bo'lyapman shekilli." Mini konsertga kelgan kazo mehmonlarning ko'pini Azima taniydi. Ular oldingi konsertda ham kelishgan. Azimaning yo'talib qolganini ko'rishgan edi. Shungami qizning yuragini vahm oraladi. Hayajonini-ku gapirmasa ham bo'ladi. Kutilmaganda kirib kelgan ustozini ko'rib esa qalbiga ulkan tasalli kirdi. "Ustoz, yaxshiyam keldingiz", dedi u peshvoz chiqib. "Qizim, buncha go'zal bo'lib ketibsan", dedi ustozi uni bag'riga bosarkan. "Sizning shu yerda ekanligingizni bildim. Endi qo'rqmayman", dedi Azima quvonib. "Qo'rqma, sen uddalaysan. Darsda eplating-ku. Ilohim, bugun ham eplay. Duo qiling ustoz." "Ilohi amin." Duoga qo'lini ochdi ustoz. "Allohim yuzingni yorug' qilsin." Keyin ustoz mehmonlar qatoridan joy oldi. Nihoyat Azima kuylay boshladi. U ustozi tuzib bergan ro'yxat bo'yicha yarim soatdan keyin esa mehmonlarning talabiga ko'ra kuylay boshladi. Azima kuylab qanchalar mazza qilgan bo'lsa, mehmonlar 10 chandon rohat oldi. Kimdir qichqirdi, kimdir olqishladi, kimdir o'rnidan kelib qizning ustidan pul sochdi. Xullas, mini konsert ko'ngildagidek o'tdi. "Barakalla Azima", dedi Damir aka mehmonlarni kuzatib kelar ekan. "Tasanno, meni juda xursand qilding. Senga ko'rsatadigan surprizim bor. Yur mashinaga." Azima hayron bo'lib Abrorga qaradi. Abror ko'zlarini olib qochdi. Damir aka sal narida turgan mashinaga imo qildi. Qop-qora zulukdek katta mashina Azimaning yoniga kelib to'xtadi. Damir aka esa ortiga qarab baqirdi. "Nasiba, boryapman dadasi", dedi erining istaklarini so'zsiz tushunadigan Nasiba opa qo'lida erining kostyumini tutgancha yugurib kelarkan. "Tezlash, mana qon bosimingiz ko'tarilmadimi?" Xavotir bilan dedi Nasiba. "Yaxshiman, dadasi", dedi Nasiba atrofga olazarak qararkan. "Shu ishga aralashmang, Azima juda sodda, go'zal qiz. Ichim achiyapti. Asabimga tegma", jerkib berdi Damir aka. "Kattakonlarga yo'q deb bo'ladimi? Bilasan-ku, hali o'rganib ketadi. Ko'rgansan-ku." Keyin o'zi mashina yonida qaqqayib turgan Azimaning tirsagidan ushlab dedi: "Qani ketdik." Azima mashinaga chiqarkan Abrorga qaradi. Bu paytda Abror teskari qarab sigaret tutatardi.
Azizlar, biz Jamshid akam bilan O'g'iljon Jamshidning yuziga jilmayib qaradi. Qayoqqa ketyapmiz? Toshkent Cityga. Jilmaydi Jamshid O'g'iljonning yelkasidan qo'lini sirg'altirib tushirar ekan. Biz tungi Toshkent Cityni tomosha qilamiz. Keyin jonajon qishlog'imizga birga qaytib ketamiz, dedi O'g'iljon. Kech bo'lib ketganiga qaramay kirmoqchimiz. Meni kuzatishda davom eting. Toshkent Cityda nimalar borligini birga ko'ramiz, birga aylanamiz. O'g'iljon shunday deya telefonini o'chirdi va Jamshidga qaradi. Bloger bo'lib ketyapsizmi? Dedi Jamshid hazillashib. Ha, hozir bizga hamma qiziqyapti. Shu payt obunachilarimni ko'paytirib olay, keyin ba'zi blogerlarga o'xshab reklamalar olaman, pul topaman. Agar siz qarshi bo'lmasangiz. Yo'q, nega qarshi bo'lay? Ko'rdingizmi? Bitta mashhur ayol bloger Instagramda topgan pulining orqasidan Dubaydan uy oldi. To'lqinlanib gapira boshladi O'g'iljon. Hozir hammaning e'tibori bizda. Munira opamga ham aytishim kerak. Atay janjallar uyushtirib, obunachimizni ko'paytirib olsak bo'ladi. Jamshid unga hayron bo'lib qaradi. Keyin dilidagi gapni yashirib o'tirmadi. Munira rashk o'tida yonib, siz bilan janjallashishpaydi. Siz u bilan kelishib ish qilmoqchimisiz? Janjallashgandan nima foyda? Men rashk qilmaymanmi? Menda yurak yo'qmi? Nima qilay? Peshonamizda bor ekan. Bir-birimizni g'ajib yashagandan ko'ra vaziyatdan foydalanib obunachilarimizni ko'paytirib qolganimiz yaxshi emasmi? Yaxshi. Sizlar qancha uchrashsalaringiz, men shuncha xursandman, dedi Jamshid O'g'iljonning fikrlaridan hayratga tushgancha. Hozirgi yoshlar baribir boshqacha fikrlaydi, dedi keyin ichida o'ziga o'zi. Pozitiv, sho'x, keng fe'lli, agar bizning davrimizdagi qizlar bo'lsa bormi? Hozirdan Munira bilan urush qilgan bo'lardi. Shunisiga ham shukr. Menimcha oyim unga ancha nasihat qilgan, ko'p narsalar va'da bergan. Mayli, nima bo'lsa ham yaxshilikka bo'lsin. Jamshid aka, sizga bir iltimosim bor, dedi O'g'iljon nozlanib. Jamshid unga savol nazari bilan qaradi. Sardor dars qilish uchun kitob daftarini oldiga yoyib olgan, lekin miyasiga hech narsa kirmasdi. O'rtoq, kim telefon qildi ekan menga? Parvo qilma, dedi do'sti. Darsingni qil. O'zim ham parvo qilmay deyapman, lekin miyamdan chiqmayapti. Menga qara do'stim, menimcha Azimaning dushmanlari qildi. Uning klipi zo'r chiqdi-ku, shov-shuv bo'ldi. Unga men orqali yana uni uyaltirmoqchi bo'ldi. Ha, ana endi topding, dedi Laziz ham ma'qullab. Men ham shu gapni ayta olmay turgandim. Ular o'zicha meni yugurib boradi, yana janjal qiladi deb o'yladi. Shu bilan yana Azimaga minus bo'lardi. Shuni ko'zlagan ular. Men ham shu fikrdaman, dedi Laziz ham. Ular bilib qoldi, sening qoning qaynoqligini, darrov bir balolar qilmoqchi bo'lishingni. Ha, meni tuzoqqa tushirishmoqchi bo'lishdi, lekin men darrov bildim, dedi Sardor. Keyin kitobini varaqlay boshladi. Laziz, lekin yuragim tinchimayapti. Azima meni chaqirayotgandek-da. Chaqirayotgan bo'lsa bor, dedi kulib Laziz. Qayerdaligini bilmaysan-ku baribir. Shu-da, shunga jim o'tiribman-da, dedi Sardor yuragi kuyib. Yo haligi raqamga qo'ng'iroq qilsammikin? Aytgancha, u raqamini berkitib qildi. Raqamini berkitilgan bo'lsa, aniq bu tuzoq. Sardor o'q tortarkan o'ylanib qoldi. Keng va kinolardagi aktrisalar bazmlarda minadigan mashinani eslatadigan qimmatbaho avtomobilga Azima umrida ilk bora chiqishi edi. U atrofga zimdan mo'ralar, yonidagi o'rindiqda o'tirgan Damir akaga qaragani jur'at qila olmasdi. Mashinaning haydovchidan keyingi o'rindig'ini orasi ochiq, birida Azima o'tirar, birida esa Damir aka joy olgandi. Sen izlanishdan, kuylashdan to'xtamasliging kerak, dedi Damir aka unga tikilib. Xo'p, dedi Azima boshini ko'tarmay. Qisqa muddatda bunaqa mashhurlik hamma ham erisha olmaydi. Ko'rding, buning uchun qancha mehnat qilindi. Abror akang tinmadi. Sen ham shunga munosib bo'lishing, bizning aytganlarimizni so'zsiz bajarishing lozim. Xo'p, ana yetib keldik, dedi Damir va eshikni ochdi. U avtomobildan tusharkan, sekin eshik tomon kelayotgan Azimaga qo'l cho'zdi. O'zim tushaman, dedi qiz. Damir aka esa so'zsiz qo'lini tutib turaverdi. Azima noiloj qo'lini uning kafti ustiga qo'ydi.
Azima tushgani hamono qo'lini tortib olmoqchi bo'ldi, ammo Damir aka uning qo'liga ikkinchi qo'li bilan ushlab, qo'ltig'i orasidan o'tkazdi. Azima Damir akani qo'ltiqlagandek bo'lib qoldi. Qiz shunchalar o'ng'aysiz holga tushdiki, oyoqlari chalkashib ketay dedi. Endi birgalikda ikkinchi qavatga ko'tarilamiz, dedi Damir aka kafti ustiga turgan Azimaning nozik barmoqlarini ikkinchi qo'li bilan silab. Qizning yuragi tovoniga tushdi. Damir uni yetaklagancha zina bo'ylab ko'tarila boshladi. Ikkinchi qavatga chiqib, o'ng qo'ldagi temir eshikni cho'ntagidan olgan kalit bilan ochdi. "Marhabo", dedi u Azimaga qarab jilmaygancha. O'zi birinchi xonadonga qadam qo'yib, chirog'ini yoqdi. "Qani kir. Senga aytgan surprizim shu." Azima yuragi ko'ksini yorgudek urib, uyga qadam qo'ydi. Uy xuddi ertaklardagi uy kabi oppoq va tillarang aralash narsalar bilan jihozlangan. Polidan tortib, shiftini oppoq, yal-yal yonib turgan qadilar ko'z oluvchi. Mebellarning esa uzoqdan yumshoq va qimmatligi sezilib turardi. "Kel, kir", dedi Damir aka. Azima oyoq kiyimini sekin yecharkan, eshik tomon bir qarab qo'ydi. Juda qochib ketgisi keldi. Jamshid mashinasini haydab ketar, orqa o'rindiqda O'g'iljon ko'zlarini yumib ketardi. "Uxlab qoldingizmi?" dedi Jamshid unga qarab. O'g'iljon indamadi. Jamshid jilmaygancha yo'lda davom etdi. Qishloqqa kirib kelgach esa Jamshid mashinani to'xtatib qizga qaradi. "O'g'iljon, qishloqqa keldik. Darvozangizni oldiga tashlab qo'yaymi?" O'g'iljon yana indamadi. Jamshid o'rindiqlar orasidan qo'lini cho'zib qizni turtdi. "Ha", cho'chib tushdi qiz. "Qishloqqa keldik. Darvozangizning oldida qoldiraymi?" "Ha, keldikmi? Qishloqqa keldik, lekin uylaringizga yetmadik", dedi Jamshid. "Darvozamizning yonida tushib qolaman. Oyim kutib o'tirgandir." "Bo'pti." Jamshid yana mashinasini yurgizdi. Sal o'tmay ular O'g'iljonning uylari yonida turardi. "Keldik", dedi Jamshid mashinadan tusharkan. Keyin aylanib o'tib qiz o'tirgan tomonning eshigini ochdi. O'g'iljon jilmaygancha eshikdan tushdi. "Yaxshi dam oling", dedi Jamshid. "Siz ham katta rahmat." O'g'iljon shunday deya Jamshidning chap yuzidan o'pdi va yugurib kirib ketdi. Jamshid uning ortidan qarab qoldi. "Nega mazasi yo'q odamga o'xshaysan?" dedi Damir aka Azimaga yaqin kelib, qo'lidan yetaklab ichkariga boshladi. "Bu uyni ko'r, aylan." Azima uy o'rtasida to'xtab qoldi. "Tortinma, bor, aylanib chiq." Damir aka shunday deya deraza yonidagi yumshoq divanga o'zini tashladi. Azima noiloj sekin yurib, xonalarga mo'ralay boshladi. Eng birinchi duch kelgani oshxona ekan. Keng va yorug', jihozlari qor kabi oppoq edi.